Agar sen hozir shu videoni tomosha qilayotgan bo'lsang, balki bu gaplar senga tanishdir. Balki sen ham jim yurayapsan. Balki sen ham ichingda qichqiryapsan. Ba'zan odam jim yuradi, lekin bu jimlik emas. Bu gapirmay yutib yuborilgan dard. Bu ichkarida bosilgan ovoz. Bu hech kim eshitmagan qichqiriq. Inson ovoz chiqarmaganda ham ichida nimadir o'layotgan bo'ladi. Bizga bolalikdan bitta narsani o'rgatishadi, ya'ni chidashni. Yig'lama dedilar, shikoyat qilma dedilar, o'zingni bos dedilar. Shu tariqa odam ulg'ayadi, tana katta bo'ladi, lekin ichkaridagi bola hech qachon ulg'aymaydi. U ichkarida qoladi, qo'rqib, jim. Biz kundalik hayotda rollar o'ynaymiz. Ishda kuchli, uyda mas'ul, ko'chada xotirjam. Lekin bu rollarning hech biri biz emas. Biz kechasi uxlay olmaydigan odammiz. Biz hech kimga aytilmagan fikrmiz. Biz ichimizda o'tgan lekin tashqariga chiqmagan gapmiz. Eng xavflisi nima bilasanmi? Odam vaqt o'tib og'riqqa o'rganib ketadi. Dard ketmaydi. U shunchaki fon musiqaga aylanadi. Shu payt odam tirik yuradi, lekin yashamaydi. Atrofingga qaragin, hamma bir-biriga o'xshab ketgan. Kulgi bir xil, gaplar bir xil, hayotlar bir xil. Chunki ko'pchilik o'zini yo'qotib bo'lgan. Faqat buni tan olishga jur'ati yetmaydi. Ba'zan odam yordam so'ramaydi. U shunchaki charchaydi. Va charchoq bu faqat tana emas. Bu ruhning charchashi. Ruh charchaganda odam sukutga o'tadi. Shuning uchun ba'zi odamlar ketadi. Ogohlantirmay, shovqinsiz. Ular hech kimga yuk bo'lishni xohlamaydi, lekin ichida og'ir yuk bilan yashaydi. Agar sen hozir shu videoni tomosha qilayotgan bo'lsang, balki bu gaplar senga tanishdir. Balki sen ham jim yurayapsan. Balki sen ham ichingda qichqiryapsan. Bilgin, bu holat zaiflik emas. Bu haddan tashqari uzoq chidading degani. Ba'zan odamga maslahat kerak emas, ba'zan pul ham emas. Ba'zan odamga bitta narsa yetadi. Eshitilish. Agar bugun bir kishiga ichingdagini ayta olsang, bu mag'lubiyat emas. Bu tirik qolish. Oxirida bitta savol qoldiraman. Javobini o'zing ber. Sen oxirgi marta o'zingni qachon eshitgansan?